Sayın İnsan Hakları Komisyonu Başkanımız Çin'deki zulümden bir haber değil. Bugünkü bir gazetede görünüyor. Diyor ki Çin'in parası Müslümanı susturdu. Yani bütün İslam alemini susturdu. Doğru ya, hepsi sustu. Ama bizim Türk milletini yönetenler niye sustu acaba? Onun da cevabı şu. Diyor ki bir Alman gazetesi, Müslüman başkentler Paris'te imzaladıkları milyar dolarlık ticaret anlaşmaları karşılığında 100 yılın en büyük insanlık zulmüne gözlerini, kulaklarını kapattı. Evet, Çin zulmüne gözlerini, kulaklarını kapatan iktidara diyorum ki sizi Allah'a havale ediyorum. Arkadan sözgü çıkan İYİ Parti'ye Adana milletvekili İsmail Koncuk aldı bilen Fahrettin Yokuş'un sözlerini takdirledi ve onun uzun yıllardan bu yan bu meselege yakından köngül bölüp gelgen bir Türk milletçisi ekanligini bildirdi. Şundaqla onu sen mecliste Xitay Türkiye dostluk grupsi a'zosi degan so'zlar bilan ayıplagan milletvekillariga javob berib, onun parlamentdagi Xitay Türkiye dostluk grupsiga a'zo bo'lib kirishiga sababning dal Uyg'ur masalasini kuchli o'tirg'i qo'yish ekanligini bildirdi ve milletvekillarining so'zlariga diqqat qilishni talab qildi. Sözünü devam kılgan İsmail Koncuk özünün ve Fahrettin Yokuş'un Xitayga karşı faaliyetlerde meydanda ekanligini ve Xitay konsulxanası aldıda konsulxanaga taş ve tuxum atqanlar qatarida ekanligini bildirip, mecliste onunga karşı çıkıcılarının Xitayga karşı sorularda bulup bakkan yoki bakmaganligini so'radi. O sözünün davamida mening cho'ng dadam Sharqiy Turkistondan kelgan, Qashqardan kelgan deganlarni aytib, inson haqlari kuzatish komiteti raisi Xaqan Chavusho'g'lining Xitoydan kelgan hay'at bilan ko'rishganda Xinjiang Uyg'ur Avtonom rayoni degan so'zlarini aybladi ve u yerning ismi Xinjiang emas, Sharqiy Turkiston. Sening raising u yerning ismini mi bilmaydi deb qattiq silkidi ve mecliste olqishga erishdi. İstiyorum. Fahrettin Yokuş'la ben yıllarca sendikacılık, Çin dostluk grubuna girmesinin tek sebebi, bana kendisi de ifade etmiştir, Doğu Türkistan'daki zulmü kınamak adına, muhataplarına iletmek adına girmiştir. Burada Çinli dostu gibi göstermek vicdanen doğru değildir. Onun için bir Türk milliyetçisiyle ilgili değerlendirme yaparken dikkat etmek lazım. Taş da attık, yumurta da attık, beraber attık. Hiç gittiniz mi Çin Büyükelçinin önüne eylem yapmaya? Gösterin, resminizi görelim. Bizim çok var. Çok var, çok. Benim dedem Doğu Türkistan'dan gelme. Kaşgar'dan gelme. Doğu Türkistan meselesini. Bakın mesela İnsan Hakları Komisyonu Sincan Uygur bölgesi. Oranın adı Doğu Türkistan'dır. Sincan bölgesi değil. Onu bile bilmiyor. Xitay Hong Kong qonunining ijro qilinishining hamkorlikqa ziyonli ekanligini bildirdi. 29 noyabr Germaniya ovozi xabarida bildirilishicha, Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Geng Shuang muxbirlarning savoliga javob berib, Amerikada ma'qullangan Hong Kong qonunining ijro qilinishi Amerika bilan Xitoyning hamkorligiga ziyonli dedi. Geng Shuang muxbirning Donald Trumpning qonun loyihasini imzolashi davomlashayotgan savdo suhbatiga ta'sir yetkazamdi degan savoliga javob berib, kelishi kerak bo'lganlar hamon bir kuni keladi. Amerika parlamentidagi ikkili tarafning ma'qulligidan o'tgan Hong Kong kishilik huquq va demokratiya qonuni rasmiy ijro qilingan taqdirda ikki davlat orasidagi hamkorlikqa og'ir ziyon yetadi deganlarni bildirdi. Resmi sonliq ma'lumotlarga asoslanganda Hong Kongda iyun oyidan buyon 5000 ga yaqin namoyishchi nazorat ostiga elingan. 28 noyabr Trump Hong Kong kishilik huquq va demokratiya qonunini rasmiy tasdiqlab, Hong Kongdagi namoyishlarda qattiq qo'llik qilgan va kishilik huquq dafsandichiligida javobgarligi bo'lgan Xitoy amaldorlari va Hong Kong soqchilariga jazo yurgizishni qaror qilgan. Shvetsariya Xitoyning lagerlarini taqashga chaqirdi. 28 noyabr Shvetsariya uchur to'rining xabarida ma'lum bo'lishicha, Shvetsariya tashqi ishlar ministri Ignazio Cassis bayonot e'lon qilib, Xitoydan Sharqiy Turkistondagi jazo lagerlarini taqashni talab qilgan. Bayonotda Xitoyning xalqaro jamiyatning Sharqiy Turkiston masalasidagi andishlariga ko'ngil bo'lishga, BDT'ning tekshirish gruppasini jazo lagerining ahvolini erkin tekshirishga yo'l qo'yishga chaqirgan.
Bayonoti yana Shveysariyaning Xitoydan boshqa millatlarning kishilik huquqi, fikr erkinligi, axborot erkinligi va diniy e'tiqod erkinligiga hurmat qilishni talab qiladiganligini, mana bular Shveysariyaning siyosiy maydoni ekanligini, Xitoy Sharqiy Turkistondagi lagerlarni taqishi kerakligini bildirgan. Trump Taliban kelishim tuzishni xohlaydi. 29 noyabr Amerika ovozi xabarda bildirilishicha, Afg'onistonni to'yuqsiz ziyorat qilgan Amerika prezidenti Trump Taliban kelishim tuzishni xohlaydi. Tuzish tuzmaslikni ko'rimiz degan. Xabarda Afg'onistonni to'yuqsiz ziyorat qilgan Amerika prezidenti Trumpning Afg'onistondagi eng chong havo armiya bazasi Bag'ramga qo'nganligi, Amerikada tabriklanayotgan minnatdorlik bayrami munosabati bilan Afg'onistondagi askarlarni kurki to'qi bilan mehmon qilganligi, ziyorat jarayonida Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani bilan ayrim ko'rishganligi bildirildi. Ziyofatda so'z qilgan Trump o'z huquqini topshirib olgan kundan buyon Amerika armiyasini qaytadan tartibga solish uchun trillionlab dollar sarf qilganligini aytgan va Taliban bilan o'tkazilgan tinchlik suhbati ustida to'xtalib, Taliban kelishim tuzishni xohlaydi. Tuzish tuzmaslikni ko'rimiz. Biz uchun aytganda kelishim tuzsin, tuzmasin masala yo'q deganlarni bildirdi. O sözüde yana bir Amerika askarining o'ldirilishi sababidan Taliban bilan tinchlik suhbatining to'xtatilganligini, Taliban bilan kelishim tuzilgicha yoki aniq g'alaba qilgicha Afg'onistonda askar turg'izadiganligini, Talibanlar bilan ko'rishib turganligini, yana bir qism askarlarni chekindirdiganligini, Afg'onistondagi Amerika askarlarining sonini 8600 ga tushirishni umid qiladiganligini bildirdi. Hong Kong Tabiiy fan universitetidagi qo'rshav oxirlashdi. Amerika ovozi xabarda bildirilishicha, Hong Kong alohida ma'muriy rayonidagi Tabiiy fan universitetida soqchilar 12 kundan buyon davomlashtirayotgan qo'rshavini oxirlashtirgan. Xabarda soqchi idorasi muavin boshlig'i Jo Yatming namoyishchilar chidir qurgan universitetga soqchilar kirib, portlatgich moddalar va xatarlik buyumlarni tozalaganligini, soqchilar universitetni tekshirish jarayonida hech qanday qarshilik uchirmaganligini va nazoratga oladigan ishlarning bo'lmaganligini, soqchilarning universitet binosini kontrol qilganligini, 2 kun davomlashgan tekshirishlarda namoyishchilar tashlab chiqib ketgan 4080 dona molotov, 921 tane gaz qutisi, kislota va boshqa ximiyalik moddalarni hamda 588 shishini qo'lga tushirganligini bildirdi. Soqchi idorasi muavin boshlig'i Jo Yatming yana universitet binosi ichidagi avtomobil to'xtatish o'rnida 44 avtomobilning ziyon uchirganligini bildirgan. Ma'lum bo'lishicha, soqchilar Tabiiy fan universitetini 17 noyabrda qo'rshavga olgandan beri bugungacha qo'rshavni davomlashtirgan. Qo'rshav jarayonida 1100 namoyishchi universitet binosidan sirtqa chiqarilib, ulardan 800 kishi qo'lga olingan. Qolgan 300 namoyishchi 18 yoshdan kichik ekanligi aniqlangandan keyin qo'yib bergan. Taxminan 100 ga yaqin namoyishchi namoyishlarni qat'iy davomlashtirgan. Germaniyadan panohlik tilgan Uyg'urlarning soni hassilab oshdi. Germaniya ovozi to'rining xabarida bildirilishicha, yaqinqi 1 yil ichida Germaniyaga berib panohlik tilgan Uyg'urlarning soni bulturqidan bir hassa oshgan. Germaniya ko'chmanlar va panohlik tilguvchilar idorasining uchurlariga asoslanganda bu yilning 5-dan 10-oygacha bo'lgan aralıqda 149 Uyg'ur Germaniyaga berib panohlik tilgan bo'lib, bulturqiga qaraganda bir hassadan ortiq ko'paygan. Dünya Uyghur Qurultayı Tadqiqot hay'atining mudiri Anvar Ahmad bu haqda to'xtalib, panohlik tilguvchilarning Misr, Turkiya va boshqa Afrika davlatlaridan kelganligini, Xitoy bilan bu davlatlarning iqtisodiy munosabatining kuchayishi Uyg'urlarni andishga solg'achqa Yevropa davlatlariga berib panohlik tilayotganligini bildirdi. Bildirilishicha, Germaniya bu yil qo'lida Xitoy pasporti bo'lgan 803 kishining panohlik iltimosini qabul qilgan bo'lib, buning ichidagi Uyg'urlarning panohlik iltimosining qabul qilinish nisbati %96% ga yetgan. Avstraliya Huawei'ning Sharqiy Turkistondagi bostirish harakatlariga texnik jihatdan yordam qilganligini oshkorladi. Avstraliya strategiyalik siyosat tadqiqot o'rni Huawei shirkatining Xitoyning Sharqiy Turkistondagi bostirish harakatlariga texnik jihatdan hamkorlashganligining dalillarini oshkorladi.
Huawei şirketining xalqaro vakolatchilaridan John Sofolik bu yil 6-oyda qilgan so'zida o'zlarining Uyg'ur rayonidagi bexatarlik sohasiga bevosita mulozimat qilmaydiganligi, faqat ular bilan 3-taraf to'xtamlashuvchi sifatida tijorat qiladiganligini ilgari surgan edi. Avustraliyaning mazkur tadqiqot o'rni to'nigun e'lon qilgan dokladida Huawei shirkatining o'zining yozma materiallariga asosan uning Qarmay JX idorasi, Aqsuv viloyatlik JX boshqarmasi va Urumchi shaharlik JX idoralari bilan bir qancha xil texnikalik mulozimatlarda hamkorlashganligini o'ttirg'i qo'ygan. Dokladda yana Huawei'ning atalmış Şinjan Radio Televiziya tor hassadorlik shirkati bilan hamkorligi borligi o'tirg'i qo'yilib, mazkur shirkatning xizmat g'oyasi Sharqiy Turkistonning atalmış ijtimoiy muqimlik va abadiy aminlik xizmatidagi natijalari to'g'riliq ijobiy jamoat fikr paydo qilish ekanligi eskartilgan. Avustraliyaning mazkur tadqiqot o'rnining mutaxassislaridan Vicky Shu xonim bugun Yer shari va Pochta gazetiga qilgan so'zida Huawei'ning Sharqiy Turkistondagi doiralari bilan bevosita hamkorlashmadik degani butunlay mantiqsiz dedi. Huawei'ning Sharqiy Turkistondagi doiralari bilan hamkorligining Hikvision shirkatidan farqsiz ekanligini ta'kidlagan Vicky Shu xonim, Huawei'ning hukumat nimani buyursa shuni hech ikkilanmay ijro qiladigan bir shirkat ekanligini eskartdi. Professor Doktor Abdurashid Jalil Qardoq oilasi haqida guvohlik berdi. Hammamizga tunishlik bo'lgan Uyg'ur ziyolisi Turkiya Hoji Bayram Veli Universiteti Xalqaro munosabatlar bo'limi o'qituvchisi jamiyatshunos Professor Doktor Abdurashid Jalil Qardoq bugun turk matbuotlariga Sharqiy Turkistondagi oilasi haqida guvohlik berdi. Qrim xabar agentligida u o'zining bugungacha guvohlik berish masalasini kechiktirganligi haqidagi sababini oilasi haqida to'liq ma'lumot olishga urinish sababidan ekanligini bildirib, o'zi egallagan yangi ma'lumotlar asosida Sharqiy Turkistondagi onasi va qarindoshlaridan boshlab ko'plagan urug' tuqqanlarning hammasining Xitoyning jazo lagerida ekanligini, boquvchisiz qolgan onasining ahvolining og'ir ekanligini bildirdi. O guvohlik so'zlarda insoniyatning yuz qarisi bo'lgan bu vahshiylikka madaniy dunyoning sukut qilmasligini, xalqaro jamiyatning Xitoyga besim qilish orqali bu jazo lagerlarini taqtishga hassa qo'shishini umid qiladiganligini bildirdi.